programmamizda yozuvchi Abdurahim O'tkirning Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan Uyg'ongan Zimin nomli 2 qismlik tarixiy romanining 1-qismining davomini anglatamiz. O yer yutqurlarning zulmidan qutuladigan ish bo'lsalar, Baratni kengi barg'ay. Men bu yolg'iz o'g'limni o'lkaga tutdim. Valla turib ketsin! Sizga zalning keragi yo'q! Hay o'g'li, yomonlikdan o'zingga hamroh bo'lg'ay. Sen-da qo'lingni qonga paturmoqchi ekansan-da? Aytinglar-ku, endi qanday qilaman? Bularning qala harusida to'shqon tutilganligini unutib qopti u go'vat. Tömür akamning qabrisiga qarab baqib o'tgan. U qabridan hilmi daryo. Hasrat nadomat yoshlari ketib turibdi. Yig'idan qechib, yiqilib o'lguncha maydonda elishib o'lgan yaxshi. Men bir tomchi qinim qog'ich so'qishiman. Dushmanga el bo'ladigan xo'jin yo'q. Texi onasining qornidan yerga tushmadi. Yaşlarga kirib qolgan Jinastimi o'ziga bir ufqi tepilib qolganiga o'xshal edi. Biroq Jinastxonning xushalligi uzunga bormadi. U 15 ga to'shar-to'shmayla har tarafdan elchilar kelishga boshladi. Odatdagi kishilar uni kelinlikka so'rasa, qamchisidan qamtimib turadigan Yelim Shangyu kichik xotinlikni so'ratib, O'shir Merabning beshini aylantiribdi. O'shir Merab bo'libmi uning ayoli yolg'iz qizini kichik xotinlikka berib, kunboshlik o'tida ado qilib o'tishga zodil rozi bo'lmaydi. Odatdagi kishilarga ma'qul deyilsa, Yelim Shangyuning tishig'i tegib qo'yarmizmikin deb ansiraydi. Shunga elchilarning hammasiga qizimiz deh kichik, hozircha bir nima deyolmaymiz deb 1-2 yilni o'tkazib o'tdi. Yelim Shangyu bo'lsa o'z paylidan yonmay, Jinastini olmasam Helim degan etimni yetkirtaman deb O'shir Merabni qo'rqitishga boshladi. Oxiri O'shir Merab ayoli bilan kengashib, yolg'iz qizini kunboshlik o'tida kul qilayotguncha nima bo'lsa bo'lsin deb o'z tang tushiga berish qaroriga kelib, Barat imom degan kishining o'g'li Sulaymon qoriga ma'qul bo'lishdi. Biroq to'ydara tutilib bitib, ati nikoh o'qiladi degan kuni Sulaymon qori el-yotarga yaqin bir og'inisining uyidan qaytib ketayotganda noma'lum kishilar tarafidan bo'g'izlab tashlandi. Atsi naq maydonga to'plangan jamoat jasad yinida to'pig'i dasilib yotgan bir chandozini ko'rib qolishdi. Kimdir biri chandozini to'nib oldi. Bu Yelim Shangyuning eng yaqin qo'lchumoqlaridan Yosin Burtning chandozisi edi. Ahvoldan qaraganda Sulaymon qori qotil bilan xeyli elishgan. Qotilning belidan bu chandozini uzib olgan bo'lsa kerak. Barat imom ana shu asosga binoan bu ishni Yelim Shangyudan ko'rib, ombal yomuliga arz berdi. Uzun yillardan buyon Yelim Shangyuning zulmidan bezor bo'lgan yurt xalqimi musibat egizining ta'rifini oldi. Yelim Shangyu ambalning og'zini oltin kumush bilan tuvaqlab, davoni o'z foydasiga buravotgan kunlarda Qashqarning valisi Shu To'tay yurt ishlarini ko'zdan kechirish uchun qilgan safarida Moralbeshiga kelib qoldi. El yurtning madad berishi bilan Barat imom Shu To'tayga arz tutdi. Ish borgan seri yo'qoladi. Biroq ambal Shu To'tayning yurt ishlarini ko'zdan kechirish bahonasida cho'ntak to'shqizishga kelganligini, uning ustiga xotini o'lib 3 yildan beri bo'ytoq ekanligini bilgachga bu ishdan qo'rqib ketmadi. Aksicha buni Shu To'tayga yaxshichiq bo'lishning o'ptan payti deb o'ylab, Yelim Shangyuni chaqirtib keldida mundaq deb qo'rqitdi. Shu To'tayning bu ishga ulgurib kelganligini qaramamdigan. U qonunni qattiq ijro qiladigan odam. Endi bu ishga men ora turolmayman. Qanday qilsam bo'la?
Ambal manjuchi qo'yilgan bir o'rim chijini o'ynab, uyan-buyan mengishqa boshladi va bir xozodan keyin mundaq dedi. Sizlarda qo'lni kesmigicha qon chiqmaydi degan maqol bor ekan. Shundaqmi? Shundaq. Undaq bo'lsa, obdanroq odamgarchilik qilib, Do'tay janoblarining oldidan o'tib baqsa qandoq bo'lar ekan? Ish o'ng'iga tortib qolsa ajab emas. Shu kechasi xos bir hujrda Ambal bilan Do'tayning kulkisi anglandi. Ustalda qator turgan 4 jup yombu yo'g'on mum sham yo'riqida ko'zini chaqnatib turardi. O qiz shundoq chiroyliqmi? So'roq vaqtida qizni chaqirtib kelay, ko'rib baqala. Xuddi osmondan tushgan parining o'zi. Undaq bo'lsa, yosh 50 ga ulishay deb qolganda, menga baxta omadning munda qo'shtab kelishiga sababchi bo'lib atganligingiz uchun siz Ambalga arzigidek rahmat inson bo'g'idak. Iltifatlarga hashqallah janoblari. Atsi chashgoh vaqtida so'roq boshlandi. Da'vogarlar bilan aybkorlar Do'tayning oldiga keltirildi. Jinastxonmu bu majroga sababchi bo'lgan kishi sifatida so'roqqa hozir qilinib, yuzi ochiq holda dadasining peshiga esilib jim turardi. Do'tay so'roq qilib o'tib, pat-patla uningga yer ostidan qarab qo'yardi. Bo'ldi, so'roq tugidi. Do'tay darin janoblari hukmni ati olsin deydi. deb jakarladi Yamul Tungtisi To'xtabek. Degandekla, atsi shu Do'tay nomidan Elim Shangyoni bu qotillik dilosiga chitishga hech qanday asos yo'q. U yana Shangyolikni qilaversin. Barat imomning o'g'li Sulaymon qariga uvol bo'pti. Uning haqiqiy qotillarini izlab tepib, tegishli jazosini berish ishi Ambal Yamulga topshirilsin. Uninggacha fuqarolar yurtning tinchligini saqlab, o'z tirikchiligi bilan mashg'ul bo'lsin. degan mazmunda hukm jakarladi. 2 kun o'tganda Ho'shir Merobning hovlisiga Ambalning yasadaq mapisi kirib keldi. Qari qechirning bo'ynidagi zil qo'ng'iroq butun mahallaga anglanib turardi. Ho'shir Merob nima vaqa ekanligini bilmay o'tqib qoldi. Chunki bu hech qachon bo'lib boqmagan ish edi. Tongchi To'xtabay Ho'shir Merobni mapiga chiqishga oldirtib turib, bir muncha gaplarni qildi. Ammo Ho'shir Merobning quliqiga Do'tay darin Jinastxon degan so'zlardan bo'lak hech qanday gap kirmaydi. Murabbigim, o'shlarni yig'ib olib, gapimga obdan quloq solsizlar. Sizlarga munda xush xabar yetkazgunimga nima so'yinchi berdilar, ha? Gap qislichi. Do'tay daringa qiynatib bo'lish bu yurtda sizdan bo'lak kimga nisb bo'pti? Ho'shir Merobning rangi ro'yi tamdek tortirib, oqirib ketgan quyuq soqollari titrab ketdi. 3 kundan keyin shu Do'tay Ambal Yamulining beg'ida choy o'tkazib, qozi qalan boshliq yurt cho'nglarining hammasiga to'n yopdi. Ho'shir Merobning oldiga bir patnus kumush tanga qo'ydi va uzun o'tmay Jinastxonni mapiga silib Qashqarga ravon bo'ldi. Shu yili kuzda Ho'shir Merob er-xotin xuddi maslahatlashib olgandek orqa-orqadan olamdan o'tdi. Shu Do'tay Jinastxonning talabi bo'yicha 5 yoshlik yo'lvosni Qashqarga oldirib keldi. Shuning bilan bu bola Do'tayning qiynayinisi sifatida tarbiyalanishga, hatto keyincha Xanzuchidan ancha-muncha xat-savat chiqarishga boshladi. Biroq oradan 4 yil o'tganda Manju xonlik hukumatidan shu Do'tayga butun oilasi bilan Beijingga kelishga jiddiy buyruq kelib qoldi. Shu Do'tay bir qancha yillar davomida yiqqan oltin kumushni yo'g'on bir xorviga besib, Jinastxon bilan ayrim mapiga o'ltirib, 6 oy deganda Aran Beijingga yetib keldi-yu, atsala putqoliga ko'zi kishan silinib turmaga tashlandi. Butun mol dunyosi podshohlik qilindi. Jinastxon bilan yo'lvos ko'chada qoldi. Ma'lum bo'ldiki, shu Do'tay Manju xonligi bilan Chorrosiya podshohligining ulug'chatdagi chegara masalasida davlat manfaatiga xoinlik qilganligi uchun o'limga buyurilibdi. Jinastxon inisi yo'lvos bilan Beijing ko'chalarida tenab yurib, odam bediklarining oldam xaltasiga tushib qoldi. Bediklar Jinastxonni boyiqi Mo'mayga 25 sar kumushga setibdi. Mo'may Jinastxonning yig'isiga qarab, yo'lvosni ozg'ini pul hisobiga elib qoldi.
Biroq bu ho'ylidan yo'lbosqa loyiq ish bo'lmag'achqa, kunduzlari ko'ch-ko'ylarda tamtirab yursa, kechalari ho'ylining bir bo'ling'ida yetib qo'pib yuradi. Shundoq qilib, 3 yildan beri yeginim zahar, kiyginim kepan bo'lib mushkuni ko'ryapman. Necha qitim o'libli to'kishay deb o'yladim. O'gay bo'lsimi yana shu inimga tortishib, dardimni ichimga yutib keldim. Buningdan bo'lak nima ilojim bor? Xudoyim biz xotun haqni qo'yma ojiz yaratib etibdi ekan. Kech kunduz Xudoga yig'lab, o'z yurtdoshlarimdan birariga uchrab qolsam, meni bu do'zaxdan qutuldirib olsalar, savob bo'lar deb oyig'iga yiqilay. Meni ishchin og'ritib qolsa ajab emas deb tilaydim. Bugun o'zlarini ko'rib, Xudo ota-onam tirilib kelgandek xush bo'lib, o'zimni bosolmay qoldim. To'la yig'lab o'zlarining ko'ngillarini g'ash qilib qo'ydim. Meni afu qilsalar, men Xudoning oldidami, el-yurt oldidami gunohkor. Men gunohkor. Yo'q. O'zlar gunohkor emas xinim. O'zlar gunohkor emas. Eliqa atyunkash do'tayga o'zlari tegib olganlari yo'q. Bu do'zaxqimi o'z ixtiyorlari bilan kirib olganlari yo'q. Shundoq emasmi? deb uning parishon chochlari orasida xuddi bulut parchalari ichidan ko'rinib turgan oyga o'xshash oppoq yuzi bilan uzun kirpiklariga qarab ah tortib qo'ydi. Shu topda u o'zining bu ayolga nisbatan bir insoniy kuyim, ya'ni ich og'irtishdan eshib, uni ermak uchun emas, rostli yaxshi ko'rib qilishga o'xshib ketadigan bir xil tuyg'uning tutquni bo'lib kelayotganligini his qilyotdi. Jinastxonning yelkasiga tashlangan qo'lining titrayotganligi o'zigimi sezilib turadi. O'zlarni yurtga akitay desam, xo'jayin mo'may unami? Qancha desa, shuncha basam. Bu mo'may undaq bo'lgan bilan nihoyat ko'ngli yumshoq kishi. Mening beshimga tushgan kunlarni anglab, ko'z yeshimi qilgan. Meni o'z qizidekli ko'rdi. Pat-patla, sizga yomon bo'ldi. Ömrünüz mushundaqla o'tib ketmagay deb menga ishini og'ritibmi qo'ydi. Undaq bo'lsa, xo'jayin mo'mayni bir chekib ko'ray. O'zlariga qumulg'i berib olgandan keyin o'z yurtimga ketaman deb meni hasratda qo'ymaslar, ha? Bu nima deganlari Begzodam? Menza shundaqmi qilarmanmi? Uning ustiga o'z yurtimda mening nimam bor. Bir Xudodan qolsa, bu dunyoda o'zlaridan bo'lak hech kimim yo'q. Agar men gunohkorni afu qilib ko'ngillari ko'tirsa, toki o'lgich xizmatlarini qilay. Shu arada xo'jayin mo'may ularning shu kamgacha chiroq o'chirmaganligiga hayron bo'lib, eshikning yo'chiqidan moriladi va ustaldagi xoraq sharob ham boshqa nozik ne'matlarga qo'l tekkizilmay shu paytda turganligini. Mehmonning burutini silab, oldin qayoqlarga qaragan holda xiyol surayotganligini. Jinastxonning texichila g'amgin holda nimadir bir nimalarni da'vatganligini ko'rib, darhol uyga kirdi-da, Jinastxonga ho'mib qo'yib mehmonga: "Begzodam, ko'ngillari ranjib qoldimi nima? Nima o'ltirish bu? Xuddi yamalab qolgan kelindek. Aziz mehmonni shundoq kutgan bormi? Baya Begzodamning tun nisbidan burun ketaman deganini anglamaganmidingiz?" Ahunbey mo'mayning kutmagan yerdan chiqib qaqoqlab kuldi va uningdan kechirim so'rab, Jinastxonni o'zi gapga tutib o'ltirganligini. Amdilikda bo'lsa, hamma ahvolni uqib bo'lganligini aytib, mundaq dedi: "Yengam, men sizlarning mehr shafqatlik, yumshoq ko'ngil kishi ekanliklarini bilaman. Rostini bilaman. Bu cho'kanmo sizlarni o'z onasidek ko'rdi ekan. Agar sizlar rozilik bersizlar..." Ahunbekning gapi tugmay turibla, mo'may uning nima demoqchi bo'lganligini tushungan bo'lsa kerak, birdilla qopqini turib: "Onda xiyollarda bo'lmang Begzodam. Aying mening tilla darixim. Har silkisam bir shexidan yuzlab tilla tushadi. Sizsa mening jon tomirimga palto urmoqchimi?" Uyning ichini jimjitlik bosdi. Mo'mayning gaplari Ahunbekka qaraganda Jinastxonni texini ko'proq hayratga solmoqda edi. Ahunbek qayrilma burdining uchini burab turib mundaq dedi: "Bu bechoraga rahim qilsizlar yengam. Men o'zlarni obdan rozi qilay." Mingsar kumush beralamsiz. Ha? Mingsar? Mingsar. Bir sari kam bo'lsa-mu bo'lmaydi. Yo bir. Men bu yurtga musofir. Mingsar kumush oz pul emas.
Razı bolsular, atili 100 sar akilib beraman. Bizga kamchilik qilibasizlar yengam. Savob bo'la. Oy, bizga deysiz-ku. Ha, ayingni yaxshi ko'rib qopsiz-da, Beyzodam. Bu 100 sarga berdigan mal emas. Yigit yaxshi ko'rgan kishisi uchun o'zining jinini ayamaydi. Dedi Mo'may baya Ahunbek o'ltirgan yo'lanchiklik o'rindiqqa o'zini tashlab. Ondan putlarini almashtirib qo'yib, xotirjam tamaki chekishga boshladi. Jinnasxonning rangi tamdek tatirib ketdi. Uning Mo'mayga bo'lgan ishonch va umidlari to'zg'oqdek to'sib ketdi. U o'zini bosolmay o'ksib yig'lashga boshladi. Ahunbek nima qilishini bilmay Mo'mayga qaragan beti jim turadi. Mo'may uning chiroyiga obdan sapsilib olgandan keyin birdilla qaqoqlab kulib tashladi va Jinnasxonni bag'riga bosdi. O'ynashib qo'ydim qizim, yig'lamang bo'ldi. Yaraydilar Beyzodam, men sizni sinab boqmoqchi edim. Qani, o'ltirsizlar. Menga 1000 sar turmoq 100 sarmi kerak emas. O'zi bechora, ko'ngli ming pari bu musafir qizimning baxti echilsalar, mening ko'nglim tinadi. Uni yurtga olib olib tashlab o'tmaslikka va'da beramdilar. Agar sizning uningga oshiqliklari hashq pichakdek birdamda so'lishib ketadigan ish bo'lsa, va'dami bermisizlar. Bu bechorani o'zining yurtiga olib biror tuqquniga topshirib bersilami, men rozi. Buningga nima deydilar? Ahunbek xuddi yelkasidan ig'ir yuk ilib tashlangan kishirak bir o'xtar to'bilib, Mo'mayning qo'llarini olqiniga oldi. Voy yengam, ko'ngillari yumshoq bo'lgan bilan chaqchaqni qattiq qildi ekanlar. Yuragim beg'ishidan uzilib ketay deb qoldi. Rostimni aytsam, bu qizlarni ko'rish bilanla o'zimmo yo'chilib bo'lib qoldim. Xudoning irodasi shundoq o'xshaydi. Osmon xudosi davlatlarni ziyoda qilg'ay. Qizim, men sizni muboraklayman. Siz menga qaraganda ko'p baxtli ekansiz. Gulingiz xasang bo'lmasda, sizni chin ko'nglidan yaxshi ko'radigan birisiga erishdingiz. Osmon xudosi, men bechoriga mundaq ne'matni nasib qilgani yo'q. Mening yoshlik gulim bo'ron chopqinlar ichida bek boltir to'sib tugagan. Ana, ko'ngillarni buzmisizlar. Bu shaharda silichilik davlatman, baxtli kishilar ancha ko'p emas-ku. Voy qizim, odam degan 9 tal davlatman bo'lsalar baxtli bo'lavermaydi. Gadoy bo'lsa-mu, orzu armonlarga yetgan kishini baxtli desa bo'ladi. Menchu, mening ko'nglim xuddi egisiz qolgan tashlandiq uyga o'xshaydi. 70 ga ulashqinim bilan mening umrim dash bayovonda bo'ron uchirib kelib, bir o'nkirga tiqib qo'ygan qamg'oqdek o'tib ketdi. Bu dunyoda mushu quruq so'ngak jinimdan boshqa hech kimim yo'q. Qisqasi, men o'lib qolsam, qabrimni yo'qlaydigan kishimi chiqmaydi. Tova, men quloqlarimga ishonmayapman ana. Nima bilan da'vatdilar? Hayron bo'lmang qizim. Dunyo degan shundoq nima ekan? Bir qarasang, parqirab turgan qosh teshig'i o'xshaydi. Bir qarasang, echilib qolgan ko'ni go'ristonlikdagi odamning bosh so'nkiga o'xshaydi. Mening umrim ana shundoq odamning bosh so'nkiga o'xshash dunyoda qadrsiz o'tadigan bo'ldi. Tova, 3 yil bir uyda turib, sening ahvollaridan qilchi xabarim bo'lmabdi ana. Bo'pti qizim. Mening yuragimdagi yaralarni sizmi bilib qiling. Bundan keyin balki ko'rishalmasmiz. Shundoq emasmi? Qani, kelinglar. Avval salomatligimiz uchun ko'tiraylik. Mo'may o'zini mumkin qadar tetik ko'rsatishga tirishib, vazminlik bilan so'zga kirishdi. U o'zining mashhur Hangju shahri yonidagi bir dehqonning yolg'iz qizi ekanligini, 18 ga to'lib suygan yigiti bilan to'ylashishga tayyorlanayotganda Beijingdagi xon o'rdasiga kinizak tanlab kelgan baylarning ko'ziga tushib qolganligini,
Yiliqi yigit buningga norozilik bildirganda, xonga qarshi chiqdi degan jinoyat bilan uning chepib tashlanganligini. Shuning bilan uni qora qismat bo'ronlari Beyjingga akilib tashlaganligini. Biroq shu arada o'rda beglaridan birining o'z nafsiga cho'q tortib, uni kenesakdagi bermay xos bir ho'ylida o'g'irliqcha 2 yil xotin qilgandan keyin mushu fohishxonaning sobiq xo'jayiniga setib o'tganligini. Shuningdan boshlab 40 necha yillik umrining mushu ho'ylida o'tganligini so'zlab kelib, mundaq deydi. Gahida osmon xudosining ishlari qiziq bo'ladi ekan. U meni yaratib 18 yoshgacha odam siyoqida saqladi. Shuninggacha menmu o'zimni kambag'al bo'lsaqmi bir odam deb yuratdim. Meningmi yaxshi yomonlikni, sat va chiroylikni ilg'aydigan, bo'yiga yetgan boshqa qizlarga o'xshash qovul, chiroyli yigitlarni ko'rganda cho'g'dak yilinjab ketadigan yurakim bor edi. Bu yurak yesimizdagi hiliqi yigitning ishqi bilan yashirib turadi. Taqdir meni o'sha yigitdan ayirgan kundan boshlab mening yuragim to'musda suvsiz qolgan mo'tan guldek so'lishib ketdi. Nakun hiliqi beklarning qo'liga tushdim. Shu kundan boshlab mening yuragim o'ldi. Menmu o'zimni odam hisoblamaydigan bo'ldim. Bu ho'yliga kelgandan keyin texmi qiziq ishlarga uchradim. Meni setib olgan xo'jayin 40lardan oshgan salobatli kishi edi. Uning xilili chiroyli xotini bor edi. U xotini bir qizni tug'ib beribdi ekan. Ammo u xo'jayin meni bir ko'rish bilanla menga ko'ngli tushib qopti. Boshda meni odatdagi mehmonlarga ko'rsatmay, o'zi o'g'irliqcha xotin qilib yurdi. Faqat cho'ng mansabdorlar kelib qolsa, ilojsiz qoladi. Keyin kichik xotinlikqa ilib oldi. Xo'jayin xina buningga chidamay, esilib o'lib oldi. Aradan uzun o'tmay, uning qizimi yo'q chechak bilan o'lib ketdi. Shundaqdimi xo'jayin, ya'ni mening erim meningdan ko'nglini o'smadi. Qaraganda u meni rostla yaxshi ko'rsa kerak. Ammo mening uningga zotili ko'nglim tushmadi. Demasimi rost emasmi? Menda ko'ngil degan narsa yo'q-da. Mening ko'nglim dunyoga ko'z ichib yaxshi ko'rgan hiliqi yigit bilan birga o'lgan. Onundan keyin menga uchirgan erlarning hammasi meni birdamlik ko'ngil xushi uchun armaq qiladiganlar bo'lgandikin, men ularni qanday qilib yaxshi ko'ra olayman? Xo'jayin erim meni har qancha yaxshi ko'rgan bo'lsa-mu, mening o'lgan ko'nglimni u qanday qilib tirildiradi? Gap shu yerga yetganda mo'mayning ko'zlari ixtiyorsiz namlashib ketdi. U qadahlarni to'ldirib yana birdan ichayli dedi va birdan jim o'ltirib qoldi. Ammo xo'jayin erimmi uzoqqa bormay o'lib ketdi. U o'lish oldida mushu ho'ylining hamma egidorchiligini menga baxshanda qilib berdi. Men uning ishiga varis bo'lib qoldim. Xuddi qo'shqi qatgan kali qayirib yoki puti sunib qardan chiqqanda, uni qassobga setib o'tib boshqasini yengishligandek, 20-30 yildan beri bu ho'yladagi qiz-cho'qonlarni necha qitim yengishladim. Men bu ishlarni kichkimda qo'nchoq o'ynag'inimdek beparvolik bilan qilaverdim. Chunki men o'ri yurgunim bilan o'lgan odamda. Lekin o'zim qirib, ajalning so'g'uq shamollari burnimga purg'an seri, osmon xudosi ko'nglimning bir burjigiga qayta jon ato qilgandek xiyol suradigan bo'lib qoldim. Qadimkilarning o'zingga ravo ko'rmaganni o'zgalarga ravo ko'rma degan hikmatli so'zi pat-patli yodimga keladigan bo'lib qoldi.
Shundoq kunlarning birida bu qizim bu yerga kelib qoldi. Onu bir ko'rish bilan tomirlarimda qandoqdir bir issiqlik paydo bo'lishga boshladi. Onun sarguzashtlarini anglab, ixtiyorsiz ah chekdim. Endi mening ko'nglim tirilishga boshlagan o'xshaydi debmi o'yladim. Shu vajidan bu qizimning g'ami mening g'amim bo'lib qolgan chig'i pat-patli ko'z yishimi qilatdim. Mo'may tamaki tutashtirib qattiq bir sho'radi. Mana endi Bekzodam, sizlarning xudolari ko'ngillariga salgan o'xshaydi. Bu qizimni o'zlari qutuldirib oladigan bo'ldilar. Mana menimi g'amdan qutuldirdilar. Ajalning navbati kelganda menmi xotirjam ko'z yumadigan bo'ldim. Rahmat yenge. Xudo buyursa, o'zlari texi uzun umr ko'rdilar. Endi mening yana bir iltimosim, ata oz bo'lsa-mu heliqi 100 sar ko'mishni akilib beray. Oz demay qabul qilala. Voy Bekzodam, menga hech nimaning keragi yo'q. O'zimga qolmay o dunyoga safar qilaman. Esil yog'ochdan sandiqni yasitib qo'ydim. Oxiratlik kiyimlarimni tiktirib qo'ydim. Endi sizlardan keyin bu yerdagi bechoralarni azob qilib o'taman. Jinasxon Mo'mayning oyog'iga yiqilib yig'lab ketdi. At deganda Shamaqsutwang har qaytim Beyjingga kelsa tushkun qiladigan Xomiygon degan binoning sharq tarafidagi kichikroq hujrada Oxunbay yo'g'on salli o'rg'an bir mo'yspit kishining oldida yugunib o'tirib, uningga Jinasxon to'g'risida so'zlab beryotdi. Bu kishi Shamaqsutwangga hamroh bo'lib kelgan Yunus Alam edi. Oxunbay so'zini oyoqlashtirgandan keyin uning oldiga 10 sar kumush tanga qo'yib, Chingan hocamga o'zlari bir nima deb bu ishni o'nglab qo'yurlar. Yunus Alam muvaffaq bir paytni tepib Shamaqsutning hujrasiga kirdi-da, gapni yiroqdan boshlab mundaq dedi. Hazratlarning bu qitimqi ziyorati muboraklari benihoyat xosiyatli bo'ladigan o'xshaydi. Inshaalloh. Peqir qullarga ma'lum bo'lishicha, Xoqonimizning poytaxtida old shahardan kelib qolgan bir mo'min ojiza hazratlarning shafoatidan nijotlik tilaydilarki, bir musofir, bir musulmonni kuffarlashib ketmakdan qutuldirmoqning savobi haj tavobidanmi ulug'roqdir. Shamaqsut diqqat bilan anglab o'ltirib, bu gapning tafsilotini so'radi. Yunus Alam Jinasxonning sarguzashtchisini Oxunbaykdan anglag'ini bo'yicha o'z ayni bilan qisqacha bayon qildi. Ammo Oxunbaykning u ayol bilan uchrashgan o'rnini yo'shirib, ular ko'chada uchrashib qopti. U xotin Oxunbaykning peshiga isilib, anglashimcha Chingan xo'jam Beyjingda ekan. Mendek bir tali sho'rliqning dardiga yetib, beshimni silab qo'ysa deb zar yig'labdi. Shamaqsut birdan xayol surgandan keyin, "Mondoq nopak ayolni so'rab yursak qandoq bo'lar?" Yunus Alam Qur'on va hadisdan bir muncha so'zlarni naql keltirib, oxiri Shamaqsutni qoyil qildi. Shuningdan keyin Oxunbay yilqi Mo'mayning qiyshig'i berib, ko'p rahmat tashqalli etqach, Jinasxon bilan uning o'gay enisi Yo'lvosni Xomiygonga keldi. Yunus Alam bu ho'ylida boshqa ayol kishi yo'qligini, keyin Qumulga qaytar chaqda yo'ldima atsiz bo'ladiganligini nazarda tutib, shariatga xilof biror nashayon ish bo'lib qolmasin degan vaj bilan Jinasxonni xizmatkorlarning birariga chetib qo'yish haqida Shamaqsutga taklif berdi. Agar Chingan xo'jamga pisand kelsa, xizmatkorlari Oxunbekka nikoh qilib qo'ysak. Shamaqsut buningga qo'shildi. Shunday qilib, Jinasxon Oxunbekning kichik xotini sifatida Qumulga kelib qoldi. Biroq Oxunbekning cho'ng xotini kundoshlik qilib majra qo'zg'adi. Hatto Oxunbek ustidan arz qilib, o'rnini beshiga kiydi. Bu ayol beylar jamoatidan bo'lg'achqa, Shamaqsutni ulardan ehtiyot qilib, Jinasxonni Oxunbekdan ajrashtiribdi. Shuningdan keyin Jinasxon Shamaqsutning ayoli Pujong og'ichining dedeklari qatoriga o'tdi.
u odatdagi ishlardan tashqari Pujing og'icha ichkirdan Shinjongga kelib, yo'l-yo'liqay qumulg'i tushkin qiladigan amaldorlarning xinimlarini qabul qilganda uningga tarjimonlikmi qiladi. Aradan bir mezgil o'tganda, Shamaqsutning yaqinlaridan Ibrohim bey Jinastixonni o'ziga so'ratdi. Shamaqsut rozi bo'lib uningga nikoh qildirib qo'ydi. Shuning bilan Jinastixon bey og'ichilari qatoriga o'tib qoldi. Uning o'gay inisi Yo'lvoz dastlabda o'rdining parcha-purat ishlarini qilib yurgan bo'lsa-mu, Xanzu tilini yaxshi bilganligi va otasining yuzi tufayli bora-bora martabasi o'sib, o'rdi beglaridan bo'lib qoldi. Yo'lvozning asli-naslini bilmaydigan kishilar uni Jinastixonning o'g'li deb tushunadi. U Jinastixonni onam deb chaqirlagan edi. Oldingi bobda aytganimizdek, Xo'janiyaz Hoji Aydar apandining uni qo'lga o'gitilgan uy qoplaniga o'xshatganligidan xafa bo'lib, Tohir begning uyidan chiqqan peti Nanmingdagi Xotan saroyining darvozasiga kelganda, saroydan kulrang harbiy palto, qosqonliq shapka va harbiycha o'tik kiyib, ikki qo'lini xuddi yo'tisiga chaplab olgandek g'ibildab mengib chiqayotgan o'tri bo'yliq, shalong soqolli bir kishiga uchrab qoldi. Bu taschiray kishining o'ynab turadigan qo'ng'ir ko'zlari va qo'l solmay g'ipildab mengishi ko'nglida shaytoni ko'p odam ekanligidan derak beradi. Ha, hojim, O'rimchiga kelgandan buyon o'zlarining oyoqlari chiqib, qadamlari ildamlab qoldi, ha? Yana temir xalpini yo'qlab kelgan o'xshamanlar. Yo'qlasam nima bo'pti? Bizning qumullarda yer beshini atiganlar yo'qlaydigan o'zlaza. Qachon yo'qlasam o'zimning ishi. Chaqqanroq kirib, Tejibek hojamga ko'rinish basila. Nagah o'zlarini saqlag'ili. Bu kitobxonlarga tonish bo'lgan Jinastixonning o'gay inisi Yiliqi Yo'lvoz degan odam edi. U hozir Yo'lvoz bey deb ataladi. Shamaqsut dastlabda uni o'rda begi qilib qo'ygan. Keyincha uning Xanzuchi biladiganligini nazarda tutib, Uyg'ur, Xanzu va Xuyzu puhralar aralash o'ltiraqlashgan bozor rayoniga boshliq qilib belgilagan. Shuningdan boshlab bozor rayonidagi butun aholining da'vo dasturi ishlari bilan savdo-setiq boshlarini bir yoqlik qilish huquqi uning qo'liga o'tib qolgan. U xuddi g'oyibdan xazina tepib olgan kishirak birdilla beyib, uzun o'tmay 2 qavatlik joy silib olgan edi. Shamaqsut o'rin tutib yetib kelish bilan Qumuldagi hukumat qo'shinlarining boshlig'i Liu Luijang Yo'lvozni Lianjanglik unvoni bilan harbiy shtabning ta'minot boshlig'i qilib tayinladi. Shu munosabat bilan u o'z yinida ma'lum sonda cherik saqlash imtiyoziga erishdi. Shunda qilib Liu Luijang uni quruq o'stanga mirab bo'lib yurgan oddiy beklardan emas, balki amaliy huquq va ta'sir kuchga ega bir arbob qilib qo'ydi. Chunki yuqorida aytganimizdek, Yangzingshin hukumati aplik bir paytni topsa, vanglikni amaldan qoldirib, Qumulni bevosita o'z idorasiga ilish qo'yidi bo'lg'achqa, yerlik aholining ichidan Shamaqsutning varislariga qarshi bir guruh tayyorlash lozim edi. Yo'lvosmo buni darhol tushunib yetgachga, butun ixlosi bilan hukumat tarafga ishlashga kirishib ketdi. Liu Luijangning Vanglik amaldan qolgandan keyin Qumul diyorida yerliklar ichida sizdan yuqoriroq martabadagi arbob bo'lmaydi degan gapi bilan u o'zini Qumulning kelgusidagi birdan-bir hukmdori chaqlaydi. Biroq xo'jayinlarning topshiriqi bo'yicha Shamaqsutning varisi Nazar va boshqa o'rda arboblari bilanmi hozircha quyuq munosabat bog'lab, Nazarning vang bo'lishini qizg'in qo'llaydigan kishi sifatida ish qiladi. Shunga bu qitim Yusuf Tayji Qumulvang o'rdisi nomidan Yangzingshinning o'limiga ta'ziya bildirish bahonasida Nazarning Shamaqsut o'rniga vang bo'lishini Jinshurin hukumatiga e'tirof qildirish maqsadida Urumchiga chiqqanda, Yo'lvoz uningga tarjimon bo'lib kelgan edi. 10 necha kundan beri Yusuf Tayji shuncha sovg'a salom bilan kelib, hech ishni bitirolmagani uchun hammadan umid uzib, bugun hech yerga bormay hujrsida dam ilib yotdi. Yo'lvoz shu fursatdan foydalanib, Jinshurinning shaxsiy kotibi bilan yoshirin ko'rishga manganda,
baya aytganimizdek Xo'janiyaz hoji bilan uchrashib qoldi va hojiga boyqidek gaplarni qilgandan keyin shahar ichiga kirib bir xalta ko'chaning o'ttirsida uyan bu yonga qarab olib, qiya ochiq turgan qora darvozadan ichkari kirdi. Joshi janoblari, bu gaplaringizni anglasa, sizdan nihoyat mamnun bo'lg'usi. Dedi katib yo'lvosning qumul ahvoli to'g'risida bergan uzun ma'lumotlarni anglagandan keyin. Hukumat endi Qumulda tarxon jasaqliq tuzumidagi vaqliqning mavjud bo'lib turishiga yo'l qo'ymaydi. Ammo hozircha bu gaplarni Yusuf Tayji boshliq o'rda arboblaridan sir tutqaysiz. Joshi janoblarining huzurida inovatingizning o'sishi uchun hukumatga texmi sadoqat ko'rsatkaysiz. Siz boya aytgan eliqi xo'ja nima? Xo'janiyazga o'xshash tinch yotmaydigan isyankorlarning so'z harakatiga albatta diqqat qilg'aysiz. Siz to'g'riliq Lulujonga ayrim telegram yo'llaymiz. Yo'lvos katibga necha fiklanib ta'zim bajo keltirgach, uning bilan xo'shlashib uydan chiqdi. U o'zining kelajagi haqidagi shirin xayollari bilan g'arq mast holda saroyga qandoq kelib qolganligini sezmay qoldi. Faqat Yusuf Tayjining hujrasidagi chiroq yo'riqini ko'rgandan keyinla hushiga kelgandek putining uchida dassab panjara tuviga keldi va panjara yo'chiqidan maralashqa boshladi. Yusuf Tayji zilchi gilamlar silingan kongning ustida pay yostiqqa yo'linib o'ltirib, shalangroq kelgan kuyaki soqolni silgan holda osta so'zlayotdi. Xo'janiyaz hoji kongning girvikida qo'llarini tiziga qo'yib o'ltirdi. Shundoq bo'lsin, hoji. O'rda ahli qadimdan buyon bir-bir bilan chiqisholmaydi. O'ttirda qanshar bo'lmasa, o'ng ko'z, so'l ko'zni yamash degan rost gap. Mening bu beshimmo bekorga oqirib ketmadi. Har nima degan bilan, siz o'z vaqtida To'mir xalpaga qo'shilib, o'rdaga mush ko'tirgan kishi. Chingan xo'jam sizni kechirgan bilan, o'rdaga kirib, polgon beshi bo'lmoqingiz osonga tushmadi. Endi har bir qadimingizni chog'lab tasdiqlamingiz lozim. Palpat kishilarga qo'shilmang. Bundan keyin O'rimchi taraflarga kelib qolsangiz, To'mir xalpining qabrisini mo yo'qlab yurmang. Xo'sh, Tayjibek xo'jam, hamma gaplarini qulqimda tutaman. Xudo xolisa o'gillikka yo'lga chiqamiz. So'g'uq tushib ketmasda Qumulga berib olaylik. Atadan boshlab yo'l tayyorligini qiling. Yo'lvos o'zini darhol daldiga oldi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Abdurahim O'tkirning Uyg'ongan Simin nomli tarixiy romanining birinchi qismini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atadagi programmamizda anglag'aysizlar. Bir yaxshining qadriga yetmas, bir yomonni ko'rmagicha. Bugun Chingan xo'jamning to'psini ko'zinglarga surtgidek bo'lsizlar dedi. Qoplan, qachonli bo'z qoplan. U qo'lga o'gindigan nima emas. Bizda o'ymishga degan gap bor. O'y qoplini degan gap yo'q. O'zlaza yo'chilli gaplarni qiladi ekanlar. Muboda Shoh Maqsudning o'g'li Akimkash nazarga bog'liq tegib qolsa, o'za men musulmon deb tukrani oyab qo'yami? Bugungi programmamizning diktorlari Dilnigar Hasan, Salihjon Ro'zahoji, Mahira Abdurashid, ovoz texniklar